Hurmatli obunachilar, bizni kanalimiz a'zolari, avvalambor bizni kanalimizga xush kelibsizlar. Mana kundan kunga bizni mana shu obunachilarimiz soni ortib bormoqda. Buning uchun sizlarga kattadan katta rahmat aytib qolaman. Yana ham obunachilarni ko'tarish, sonini ko'paytirish maqsadida mana tashqaridan tomosha qilayotgan mana shu ishtirokchilar, iltimos sizlardan mana shu kanalimizni rivojlanib ko'proq insonlarga yetib borishlikligi uchun mana shu ko'rayotgan shu videolaring, mana shu ko'rayotgan dasturlaring, darslar ko'proq insonlarga yetib borsa, sizlar ham o'sha savobga sherik bo'lib qolasizlar. Shuning uchun mana shu ko'proq insonlar a'zo bo'lishligi uchun layk bosib, qo'llab-quvvatlab mana shu kanalimizni darslari keng tarqalishligi uchun yaqindan yordam berishlaringizni so'rab qolaman. Bugungi mavzuyimiz mana ona asalarilarni chiqarish usullari va sifatli ona asalari yetishtirish mavzusida suhbatlashamiz. Asalarichilikda ona asalari chiqarish va nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan bir jarayon hisoblanadi. Sababi bu ona asalari mana oldingi darslarimizda aytib o'tib ketdik. Oiladagi nihoyatda katta roli borligi tufayli, oilani boshqarib turganligi tufayli, nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lganligi uchun bu chiqarish onarini yangitdan yaratish usullari to'g'risida bu mana shu bir alohida mana shu jarayon shu darslikda olib boryapmiz. Yaqinroq o'tirib mana shu darsda yaxshiroq tinglashlaringizni so'rab qolaman. Mana shu ona asalarilarni yetishtirishda bizni O'zbekiston sharoitida yaxshi sifatli ona asalari olishlik uchun 1 yil oldin harakat qilishlik kerak bo'ladi. Bunda qanday? Mana misol o'tgan yili mana asalga yaxshi ishlagan oilalarda rentabelligi yaxshi natija ko'rsatgan, asal yaxshi bergan oilalarni belgilab, o'sha oilalarni belgilab qo'yamiz. Va erta bahordan, o'tgan yili erta bahordan to kuzgacha yaxshi tuxum qo'ygan, yuvosh, ona asalarisi yaxshi ishlagan, sert tuxum qo'ygan mana shu oilalarni ham belgilab qo'yamiz. Mana endi shunaqangi 2 xil ko'rsatkichda belgilangan oilalarni nazorat ostiga olib, shularni qishdan yaxshi olib bahorgacha shu oilalarni qishlatib olib chiqishimiz kerak bo'ladi va qishlash jarayonida ham mana shu ko'rsatkichlardan yaxshi o'tgan bo'lishligi kerak. O'sha oilalar 1 yil qishlagan, qishdan yaxshi chiqqan, qishdan o'sha betalofat chiqqan oilalar mana belgiladik. O'sha oilalar qishdan ham betalofat chiqdi. Endi bahorga keldik. Mana bahorga kelgandan keyin erta bahorda mana shu asalga yaxshi ishlagan oilalardan afsuski, ya'ni erkak asalarilarni yetishtirishga oldindan harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Sababi mana o'tgangi darslarimizda aytib o'tib ketdik. Erkaklari uyadan chiqqandan keyin 12-14 kunlikda ona asalari bilan juftlashishga tayyor holatga keladi. Shunday tayyor holatga yetiladi. Ona asalari esa uyadan chiqqandan keyin 7-10 kunlik bo'lganda mana shu erkaklarilar bilan juftlashishga tayyor bo'ladi. Mana shu o'rtadagi tafovutni hisobga oladigan bo'lsak, demak erkaklarilarni uyadan 24 kunda yetishib chiqishligini hisobga oladigan bo'lsak, demak biz nima qilishligimiz kerak ekan? Erkak arilarni ertaroq yetishtirishga harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Bunda nima qilishimiz kerak? Bunda asosan o'sha erkak arilarni yetishtiradigan mana tanlab olingan yaxshi asal bergan oilalarni belgilab qo'yganmiz. Mana shu oilalarni markaziga erta bahordan asalli
va pergali yaxshi ozuqalar bilan boqib va uya markaziga trutiniy vashina deyiladi. Mana hozir bizda bitta yo'q ekan shu trutiniy vashina. Mana hozir mana shu yacheykasi, mana bu oddiy yacheykan, oddiy mashinadan yacheykasi katta bo'ladi. Buni yacheykasi mana shu trutiniy mashina qo'yiladi o'sha oilaga va mana shunga ona ari ertaroq erkak arilarni tuxumini qo'ya boshlaydi va natijada sizda o'sha pasaykizda arizoringizda ertaroq o'sha erkak arilar sifatli ozuqa berib boqib borilganda yaxshi baquvvat chiroyli o'sha erkak arilar ertaroq yetishib chiqadi. Ana endi mana erkak arilarni mana shunday holatda yetishtirib olishga harakat qildik va ikkinchi mana bu erta bahordan toy kuzgacha ishlagan, yaxshi tuxum qo'ygan, ser tuxum, yuvosh, yaxshi sifatli ona arilarni ham belgilab qo'yganmiz. Endi o'sha oilalardan nima qilamiz? O'sha oilalarni ham yaxshi ozuqalar berib boqib, o'sha oilalardan sifatli lichinka olishga harakat qilamiz. Sifatli ona ari lichinkasini ana shu oilalardan olamiz. Ana endi buning uchun oldin biz nima qilib olamiz? Mana bunday shaklda mana shu mum kasachalar yasab olinadi. Mana mum kasachalar, mana shu mum kasachalar qisqacha shu tepada ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu tepadagi rasmda mana shu holatda mana shu ko'paycha yordamlarida mumga botirib mana bu mum kasachalar yasab olinadi. Oldin mum kasachalar yasab olingandan keyin mana bunday o'sha payvand rom deyiladi. Mana shu payvand romga o'rnatib maxsus tagidagi tayoqchalar bilan maxsus o'sha payvand romga o'rnatib chiqiladi. Mana shu tarzda o'rnatib chiqilgandan keyin mana shu payvand rom o'sha mana shu payvand romga keyin o'sha haligi ikkinchi holatdagi sifatli ona arini lichinkasidan mana shu mum kasachalariga shu sifatli ona asalarini sharbati, ya'ni matishniy молочко bilan ozgina tomizgan holatda mana shu uyalarga ozginadan matishniy молочко beramiz va mana shu uyalarga o'sha sifatli ona asalarini qo'ygan tuxumini lichinkalaridan 2-3 kunlik lichinka olinadi. Bundan ortib ketmaslik kerak. Yoshi o'sha 2 kun 3 kunlik lichinkalar tarbiyaga ishchi arilar tomonidan yaxshi qabul qilinadi. Shuning uchun shu o'sha lichinka olayotgan paytda maxsus o'sha shpatellar bilan shu maxsus shpatel yordamida mana bu romimizni ochiq o'sha lichinkalik rom deb o'ylaydigan bo'lsak, mana shu lichinkani 2 kunlik 3 kunlik lichinkani mana uyani ichidan mana shu tarzda mana shunday qilib lichinka olinadi va mana bu mum kasachaga sekingina mana shunday olib kelamizda, mana bu maxsus o'zini mana targich yordamida shunday qilib sekingina lichinkani mana shu mum kasachaga tushirib qo'yamiz. Bunda shu inson omili lichinka ko'chirish yo'li usuli tarzida mana shu mum kasachalariga lichinkalar mana shu tarzda ko'chirib o'tkaziladi va mana shu 2 kunlik 3 kunlik lichinkalar olinadi va mana shu lichinkalar shu ishchi ari yacheykasidan olib mana shu mum kasachalarga joylashtiriladi va mana shu ishchi arini nimasidan olingan lichinkalardan kelajakda mana shu mum kasachalarga joylangan lichinkalardan ona asalari tarbiyasiga oilasiga beriladi va mana shundan keyingi o'rinlarda ona asalarilar yetishib chiqadi. Endi mana shu mum kasachalarga lichinkalarni joylab qo'yganimizdan keyin keyingi qiladigan ishimiz buni sekin asta
Mana shunday tarzda 30 graduslik burchak ostida mana shunday tarzda mana sekin asta lichinkalarga zarar yetkazmasdan mum kosachalarga joylab olib va sekin asta mana shunday holatda burchak ostida qiyshaytirilgan holatda mana shu oldindan tayyorlangan tarbiyachi oilalarga mana shu payvand romni sekin asta olib kelib uya markaziga mana shu tarzda sekin asta o'rnatib qo'yamiz. Endi demak o'sha tuxumdan boshlab hisoblaganimizda mana shu misechkaga qo'yilgandagi hisobda 16 kunda o'sha ona ari bo'lib chiqadi. Mana bu g'umbay holati mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu g'umbay holatda ona asalari yetishib chiqqandan keyin shu ona asalarilarni keyin biz o'sha отводкаlarga qilib o'sha oilalarga tarqatib mana shu ona asalarini olish sun'iy usulda mana shunday holatda bo'ladi. Yana bir usullaridan biri bu jentrskiy sot deydi. Mana jentrskiy sotda mana bu holatda jentr sot o'sha uyani markaziga romkaga o'rnashtirib qo'yib beriladi. Bunga onani avvaldan o'sha jentrskiy sot ichiga qamab qo'yiladi. Ana shunda jentrskiy sotga shu ona arini tuxum qo'ydiriladi. O'sha tuxum qo'ydirilgandan keyin bu jentrskiy sotdan keyin sekin asta o'sha mana bu sun'iy usuldagi mum o'sha payvand romlarga olib o'rnatiladi. O'sha jentrskiy sotdagi yacheykalar olib o'rnatilib perenoz qilib o'rnatilgandan keyin bular ham o'sha o'z navbatida mana shunday oldindan tayyorlangan tarbiyachi oilalarga nimalarga ona arini tarbiyalash uchun beriladi. Bu ham o'sha jentrskiy sot ham o'sha lichinka ko'chirilmagan holatdagi usullardan biri. Endi mana oldingi mana o'sha darslarimizda aytib o'tib ketdik. Tabiiy holatdagi usullarda demak birinchi usuli bu o'sha ona ari u yerda yo'qolganda sveshovoy tortgan usuli. Ikkinchi usuli bu ona arini majburlab ro'y holatiga tushirish va ro'y holatdagi tortilgan ona donlar bu o'sha ikkinchi usuli mana aytib o'tib ketayotgan darsda. Uchinchi usuli tixniy smena, ya'ni ona asalari bir nuqsoni borligi tufayli yoki qarib qolganligi tufayli tinch usulda ona asalari olish, ona asalari yetishtirish. Bular mana shu usullar, bular tabiiy usuldagi o'zlari o'sha asalarilar tomonidan bajariladigan ona asalari chiqarish usullari. Endi hozirgi men sizga ko'rsatgan mana bu tepada ko'rsatib o'tgan usulim bu sun'iy mum kosachalar yordamida lichinka ko'chirish va lichinka ko'chirmasdan mana shu holatda ona asalari yetishtirish usullaridan biri. Mana bu o'sha ya'ni o'sha ona asalarini yetishtirish usullaridan eng keng tarqalgani bu birinchi o'rinda mana turadi. Ko'proq yetim oilalar tashkil qilinib, mana shu yetim oilalarda ona asalari yetishtirish. Birinchi usulda mana o'sha uyadagi ona asalarini olgan holatda olib qo'yamiz va uyani yetimlatgan holatda ona asalari yetishtirish bu juda keng tarqalgan usullardan biri. Juda ko'p asalarichilar mana shu usuldan foydalanadi. Bu usulda ona asalarini ko'proq yetishtirib olish mumkin, lekin sifat darajasi pastroq bo'ladi. Lekin ona asalarini ko'proq yetishtirib olsa bo'ladi. Bu usul qanday bo'ladi? Bu usulda misol shu oilani to'liq yetimlatilgan holatda ona ari boshqa uyaga olib qo'yiladi. Mana uya yetim holatga keltirildi. Nechta rom turgan bo'lsa, endi mana shu romlarning orasidan ochiq naslli romlar uyani ichidan olib qo'yiladi va vaqtincha olib turiladi va
uyani o'sha chetlariga asallik, pergali romlar qo'yiladi va uyaga 4 soatdan keyin mana bu payvand rom uyani markaziga qo'yiladi. 4 soatdan keyin qo'yiladi. Mana shunda bu o'sha mana bu yumka sachalarimiz polirovka, ya'ni tozalash uchun beriladi 4 soatdan keyin. Va uyada o'sha 4 soatdan keyin polirovkaga berilgandan keyin polirovkadan 1-2 soat, 3 soat polirovkada turadi va uni olib mana shunga lichinka o'tkazamiz. Onarini mana hozirgi tepada aytib o'tib ketdik. O'sha onarini lichinkalari ko'chirib o'tkazilgandan keyin mumka sachalarga va qaytarib yana olib kelib qo'yamiz. Va mana shu usulda yana haligi olib qo'yilgan romlar yana qaytarib joyiga qaytarib olib kelib qo'yiladi. Mana shu usulda bek nasllik romlar yordamida uyani to'liq yetimlatilgan holatda ko'proq ona asalari yetishtirib olishimiz mumkin. Lekin buni sifat darajasi unchalik yaxshi bo'lmaydi. Endi ikkinchi usulimizda ochiq naslli tarbiyachi oilada ona arini olib tashlab yetishtirish. Bunda endi qanday bo'ladi? Mana bu usulda o'sha sal sifatli darajada ona asalari yetishtirib olishimiz mumkin. Imkon qadar sal sifatli bo'ladi. Lekin bunda qanday bo'ladi? Ona arini olib qo'yiladi va ochiq naslli o'sha romlar qoldiriladi. Shu yerda qoldiriladi. Boshqa romlar hammasi olib tashlanadi. O'sha ikkita naslli, ochiq naslli rom bo'lsa, mana shu ikkita qoladi va ikkita yoniga bek o'sha nimalik ikkita yoniga, uni ikkita ochiq naslli yoniga pergalik, asalli romlar qo'yiladi. Boshqa shu romlar hammasi olib tashlanadi. Endi bunda uyani o'sha tarbiyachiga beriladigan o'sha tashlangan bo'sh inlar yana yoniga qo'shimcha qo'yib turiladi. Mana bu yonlarga davom ettirib qo'yib turiladi. Chunki bu yerdan romkalarni olib tashladigandan keyin ari betda juda ko'p edi. Masalan, osilib qolmasligi uchun bo'sh romlar uyaga qo'yib turiladi. Ertasi kuniga mana shu uyaga o'sha maxsus mana shu payvand romda ona ari tarbiyaga qo'yiladi va o'sha uyaga yana qaytarib o'sha haligi romlar qaytarib qo'yiladi. Mana shu holatda biz ochiq lichinkani berganimizdan keyin 4 soatdan keyin mana bu payvand romni qo'yishimiz mumkin. Bunda nima bo'ladi? Bunda o'sha sifatlik sal narigi ikkinchi holatga qaraganda ochiq nasllik uyada ona arini olib qo'yilgan holatda sifatlik onalar yetishtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Nimaga? Sababi mana bu ikkita lichinkalik romlarda ishlagan endi shu tarbiyachi enaga arilar mana shu payvand romdagi arilarni yaxshi tarbiya qiladi, yaxshi tarbiyaga oladi va yaxshi qabul qiladi. Endi bu uchinchi usulimizda tixi semena usulida ona asalari yetishtirish. Bunda qanday bo'ladi? Bunda mana 2 qavatli mana shu qavatli uya tanlab olinadi. Yaxshi natija ko'rsatgan o'sha yuvosh o'sha oila tanlab olinadi. Mana shu oilada ona asalari yetishtirishligi uchun uyani 2 qavatli o'sha uyani birinchi qavatida mana to'la rom turibdi, ona ari turibdi. Endi bu ona ari turgan romni olamiz. Olganimizdan keyin misol uchun mana shu romga ona ari turgan bo'lsa, bu romni olib ikkinchi etajga qo'yamiz. Ikkinchi etajga qo'yganimizdan keyin endi birinchi etajda faqat ochiq naslli 2 ta rom qoladi. Va ikkala yoniga 2 ta asalli rom qo'yamiz. Jami 4 ta yoki 5 ta rom bo'ladi xolos. Endi bu yerda mana shu uyani isitiladi, qo'shimcha sharbat beriladi, asalli, pergali sharbat berib turamiz. Yoki quyuq asalli, pergali sirop bo'lmaganda
yaxshi suyuntirilgan medovoy sita qilib o'sha perga qo'shib aralashtirib berib turilsa ham bo'ladi. Mana shu oziqa bilan sifatli boqiladi bu oila va mana shu ikkinchi etajga mana onarini qo'ydik va unga yoniga bo'sh romlar va yopiq naslli romlar o'sha ikkinchi etajga, ikkinchi qavatga joylashtiriladi. Endi ikkinchi qavatni o'sha kirib chiqish teshigi, mana bu kirib chiqish teshigini qarama-qarshi tomoniga o'sha 180 gradus bu tomonga qo'yiladi teshigi. Buni teshigi ikkinchi qavat teshigi bu tomonda bo'ldi. Asosiy uyani kirib chiqish teshigi bu tomonda bo'ldi. Endi mana ikkinchi qavatda ona turibdi. Birinchi qavatga mana shu 4 soatdan keyin polirovkaga mana bu payvand romimiz beramiz. Payvand romni berganimizdan keyin 4 soatdan keyin polirovkadan olib, keyin onarining chinkasini o'rnatib, onarining chinkani ko'chirib o'rnatib qo'yiladi va ertangi kuniga mana shu payvand romdagi lichinkalarni qo'yish jarayonida mana bu yerga ikkinchi qavatni qo'yilgan turgan paytda mana bu 4 soatdan keyin mana qo'yayotgan paytimizda tepasiga maxsus ganema reshotkalik va o'rtasida havo almashib, birinchi qavat bilan havo almashib turadigan maxsus setkali diafragma qo'yiladi. Sababi bu o'sha diafragma ochiq turadi. Mana bu ikkala ganema reshotkamiz bek holatda turadi. Mana shu bek holatda turganda mana bu o'rtadagi maxsus setka orqali birinchi qavat bilan ikkinchi qavatning o'rtasida o'sha hid bitta bo'lganligi sababli mana shu birinchi qavatda ikkinchi qavatning orasida hid bir xilda ushlab turiladi. Va ikkinchi kuniga mana shu lichinkani qo'yganimizdan keyin mana bu ganema reshotkalar ochib tashlanadi. Birinchi qavat bilan ikkinchi qavatning o'rtasidagi arilarni bir-biriga ona bilan bevosita aloqa ketadi. Mana bunga lichinkani olib kelib payvand romni qo'yganimizdan keyin mana bunda payvand romda lichinkalar ona ari tarbiyasiga berilgandan keyin bunda sifatli darajada ona ari yetishtirib olamiz. Lekin soni jihatdan ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin sifat darajasi nihoyatda yaxshi, sifatli bo'lgan ona asarlarni yetishtirib olishligimiz mumkin. Sababi bu mana shu tixi smena tepadan ona ari ishtirokida mana shu maxsus reshotka orqali pastki oilalar, pastki tarbiyachi oila bilan ona ari nazoratidagi ona asarlari yetishtirish usuli deyiladi. Bunda o'sha sifatli ona asarlari olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu usuldan ko'proq foydalanishimiz kerak. Mana shu usulda yaxshi sifatli ona asarlarilar yetishtirib olishligimiz mumkin. Mana shu gapirib o'tib ketilgan mana shu 3-usul nihoyatda sifatli ona asarlari olish mana shu 2 qavatlik uylarda yoki 2 qavatli bo'lmagan taqdirda lejak yotoq uylarda ham yoniga maxsus reshotka qo'yilgan holatda yoniga olib qo'yiladi o'sha ona ari va asosiy oilada o'sha ona arini nazorati ostida tarbiyachi oila tashkil qilinib, mana shu tarbiyachi oilada ona asalari yetishtirish mumkin bo'ladi. Bu ham o'sha sifatli ona asalari olishga yaqindan yordam beradi. Shu mana shu usullar yaxshi usul. Endi ana bu bizni O'zbekiston sharoitida markaziy mana o'sha Osiyo mintaqalaridan shimoliy mintaqalariga paket arilar sotiladi. Sababi u yerda havo nihoyatda sovuqligi tufayli ko'p arilarni qishlash jarayoni kechikib ketadi. Qishlash jarayonida ko'p oilalarda orqa mana oldingi darslarda aytib o'tib ketdik, qish cho'zilib ketganligi tufayli arilar sifatsiz oziqa bilan qishga kirgan bo'lib qolsa, o'sha arilarni orqa ichagi to'lib va o'sha har xil holatlarda oilalar talafot ko'rib, qishdan qishlab chiqmasligi oqibatida nihoyatda ko'p oilalar o'lib ketadi.
Ana shuning uchun o'sha oilalarni o'rnini qoplashlik uchun bu janubiy mintaqalardan, Markaziy Osiyo mintaqalaridan ko'proq Shimoliy Rossiya mintaqalariga O'zbekistondan ko'plab paket arilar sotiladi. Mana shu paket arilar bilan birga o'sha onalar ketadi. Onalar ketgandan keyin ularni o'rnini qoplashlik uchun nihoyatda katta partiyada ona asalari yetishtirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz mana shu ona asalari yetishtirishlikka nihoyatda O'zbekiston sharoitida yaxshi e'tibor berishligimiz kerak. Mana shu jarayonlarni yaxshi o'zlashtirib olishligimiz kerak. Bu ona asalari yetishtirish nihoyatda bir nozik bir masala hisoblanadi. Mana shu jihatga e'tibor berib, yaxshi sifatli onalar yetishtirib, shu pasekalarimiz, o'zimizni arizorlarimizni sifatli onalar bilan ta'minlab, yildan yilga tozalov ishlarini olib borib, asalarizorimizda sifatli onalarga e'tibor berib turilsa, yaxshi sifatli yildan yilga onalar paydo bo'ladi va undan yaxshi sifatli nasllar paydo bo'ladi. Va o'sha hosildorligi baland bo'lgan sizda yaxshi chiroyli bir arizor paydo bo'ladi. Paseka paydo bo'ladi ruschasiga aytganda. Mana shu ona arini yetishtirish jihatlariga katta e'tibor qaratib, shunga alohida sharoitlarda qilingan holatda mana shu aytib o'tilgan tepadagi usullardan bir yaxshilarini tanlab o'zizga mana shu holatlarda ona asalari yetishtirishga harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz mana shundan iborat edi. Mana shularga kattadan katta rahmat aytib qolaman va mana shu darslarimizni ko'proq tarqashligi uchun bittadan o'sha like tugmalarini bosib kengroq tarqashishiga yaqindan yordam berishlarini so'rab qolaman. Ko'rib o'tirgan insonlarda a'zo bo'lmagan bo'lsalaring, mana shu kanalimizga a'zo bo'lib, shu kanalimizni rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shishlaringizni so'rab qolaman. E'tiborlaring uchun rahmat.